Yog'ochdan naves qiladigan bo'lsalar, qadrdonlar 30 yil, 40 yil, uzoq 50 yilgacha chidaydi, lekin mana bu profildan, temir profildan naves qiladigan bo'lsalar, qadrdonlar, xudo xolasa 100 yil xizmat qiladi. Bu profillarimiz ichi ham, tashi ham zavodskiy kraska bo'ladi, ya'ni naves qilganingizdan keyin tuman suv putisi ham uzil kesil zanglamaydigandan bo'ladi. Xo'sh, profilimiz qalinligi 2+, ya'ni 2.2, 2.1, razmeri 6 ga 4, naves qiladigan bo'lsangiz 15-16 metrgacha bez ustun turadigan firma to'qisangiz bo'laveradi. Hozirgi kunda 1 metr profilda narxi qadrdonlar 23.500 so'm ekan. Agarda sizga firmasini to'qib beradigan bo'lsa, 1 metri 135.000 so'mdan to'g'ri keladi ekan. Undan tashqari 4 ga 4 profillar ham bor qadrdonlar. Qalinligi 1.8 bo'ladi, ichi ham tashi ham zavodskiy kraska bo'ladi. Agarda bundan firma to'qiydigan bo'lsalar, qadrdonlar, naves 12 metrgacha bez ustun turaveradi. Bunimizni 1 metri narxi hozirgi kunda 16.800 so'm. Agarda sizga firma to'qib beradigan bo'lsa, ya'ni uzunligi 12 metrgacha 1 metrini to'qib berish ketyapti turgan mahsulot, ustaxis hamma yo'q ichida. Faqat ustanovka, dastavkasi alohida bo'ladi. 110.000 so'mdan to'qib berishyapti ekan. Manzil Farg'ona viloyati, Buvayda tumani, Dehqonoboddan bo'lyapti. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib olasizlar.